$30 million kompaniya yaratishni shu bolalardan o'rganing. Tanishing GoodJays. Ular shu 3 qadamli strategiyani ishlatadi. Birinchi qadam visual start, ya'ni san'at kabi. Ular yangi brend ochilishini serialga o'xshatishadi. Avval 2 ta teaser, keyin asosiy 3 ta post. Undan keyin esa oxirida yakunlovchi post. Har bir start bu voqea. Ikkinchi qadam, bir kunlik syomkadan 10 ta kontent, ya'ni hammasi reja bo'yicha suratga olinadi. Teaserlar, sahna ortidagi jarayon, dinamika va natija. Hech qanday tasodif yo'q. Faqat rejalashtirilgan kontent. Uchinchi qadam, ko'zga tashlanadigan vizual. Ya'ni qorong'u fon, kumush aksessuarlar, kuchli kontrast. Ular oddiy oyoq kiyim bog'lashni ham kino darajasida tushirishadi. Chegirma paytida ular oddiy reklama emas, qiziqarli sketchlar olib chiqishadi. Bu degani mayda detallar ham muhim. Hammasi kreativ shou va aniq strategiya orqali. Va ko'proq shunaqa ma'lumot olishni xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling.